Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun qonni biokimik ko'rsatkichlari haqida gaplashamiz. Demak, birinchi bu narsalarni tushuntirishdan oldin ALT hamda AST fermentlari haqida qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. Bu fermentlar hujayra ichida ma'lum bir funksiyani bajaradi. Qachon hujayralar parchalanishi boshlasa, bular qonga ajralib chiqa boshlaydi va qondagi miqdori osha boshlaydi. Normada o'zi ALT hamda AST ni ko'rsatkichi 30-40 oralig'ida bo'ladi. Demak, birinchi holatda ALT fermentining AST fermentiga nisbati ko'tarilsa, ya'ni osha boshlasa, bu jigar ish faoliyatida qanaqadir o'zgarish paydo bo'layotganini ko'rsatadi. Bunaqa holat odatda gepatitlarda, o'sha virusli gepatitlarda va jigar sirrozida kuzatilishi mumkin. Ikkinchi holatda endi aksincha, endi qonda AST fermentining ALT fermentining nisbatiga ko'rsatkichi bu koeffitsient agar AST ALTdan 2 barobar yoki undan ko'proq oshadigan bo'lsa, yurak hujayralarida muammo borligini ko'rsatadi. Aksincha, ALT AST ga qaraganda ko'proq oshadigan bo'lsa, yuqorida gaplashganimiz bu jigar faoliyatida o'zgarishlar paydo bo'layotganini ko'rsatadi. Uchinchi biokimyoviy tahlilimiz bizda motivina hamda kreatinin. Bular yurak faoliyatini ko'rsatadigan biokimik analizlar hisoblanadi. Yurak faoliyatining o'zgarishi yurakdagi kasalliklar qondagi bu moddalarni oshishiga sabab bo'ladi. Demak, bu kasalliklarga buyrak tosh kasalliklari, surunkali buyrak kasalliklari va o'tkir yurak yetishmovchiligini misol qilib aytishimiz mumkin. Va to'rtinchi gaplashadigan ko'rsatkichimiz qon umumiy oqsili. Qon umumiy oqsili oshadigan holatlardan biri qon hujayralaridan biri plazmatik hujayralarning rakida, ya'ni mielom kasalligida qondagi oqsil miqdori oshib ketadi. Va aksincha, buyrak kasalligi bo'lgan nefrotik sindromda siydik bilan birga ko'p oqsil chiqib ketish hisobiga qondagi umumiy oqsil miqdori kamayadi. Shu kabi qiziq ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizning kanalimizga obuna bo'ling.